yo'lda sekinroq yuraver, radarlar ko'p. Hey! Ketdimi? Qani, yoqdimi? Dahshat. Aytmaysanmi o'rtoq, yangi mashina oldim. Tabriklayman, tegidan shamol o'tib tursin. Endi aql o'rtoq bo'lib yuramiz-a? Tushunmading? Nimani tushunmading? Senlarga oddiy mashinada yursa yoqmaydi-yu, a? Nechida yig'ilamiz o'rtoq, men bo'shab qoldim. O'rtoq, atmen bo'lib qoldi, jigar. Va yo'q-a? Ha, boshqa kuni bir o'zim organizatsiya qilib aytvoraman senga, mazaq aylanib kelamiz, jigar. Bugun ishlaringni qur. Bo'ldi o'rtoq, muammo yo'q. Chiqarmiz? Xo'p, charchama. Xo'p. Necha olib bording? Nima qilasan? Matizda keladimi sudralib? Pulim yo'q deyapti. Arendaga to'lash kerak ekan. Bo'ynimizga gruz bo'ladi, og'ayni. Attak bog'i to'g'ri qilding. Yo'lda yana Matizni buzilib qolib, ortiqcha muammo bo'lardi. O'sha pullicha o'zim to'lerdim, tushundingmi? Senga yuk bo'lmas edi. Aytgancha, bu mashina yo'lda buzilib qolmaydi. Sizga tashvish bo'lmay qo'ya qolsa, nasa qilib borib kelamiz, a? Nima deganing bu? Nima deganing bu? Oqibatda bitta temir bilan o'lchaydigan bo'lib ketdilaringmi? Senlar qachon bu darajaga yetdilaring? Bunaqa nomard bo'lmalaring. Sen noto'g'ri. Ey, nima noto'g'ri? Mujik, orqamdan gapirib qo'yib, endi jinnini yoqmagan menga, tushundinglar? Men oddiy mashinada yursamamchi, senlar degan nomard emasman. Ha, aytgancha. Mashina tog'amniki. Yana kechqurun uxlamay chiqmalaring-a? O'g'il bola. Do'st yarim sotib ketdi bilmadim, xabar olmaydi.